to'xtanglar hozir mana ikkita bo'ldi, ikkita, mana bu 3ta bo'ldi, mana 3ta bo'ldi. Shunda 3tani ikkita chiqarasizlar, ikkitani bitta qilasizlar qizlar. Hozir mana ko'rdinglarmi? Qisqartirib boramiz endi, mana qaranglar, oldi qayrilish uchun mana ikkita bo'ldi. Yana olamiz nakit, yana zanjirdan tiqib olamiz. Mana 3ta bo'ldi, mana 3tani bitta qilib olamiz. Yana olamiz nakit, mana bitta, ikkita bo'ldi. Yana nakit olamiz. Diqqat bilan qarab, kuzatib to'qinglar qizlar. Mana 3ta hosil bo'ldi. 3tani bo'lsa bitta qilib olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana nakit bilan stolbik olamiz. Buni ikkita qilamiz. Yana nakit olamiz. Yana stolbik chiqarib olamiz. Yana uni ham ikkitani bitta qilamiz. Shunda 3ta hosil bo'ladi. 3tani bo'lsa bitta qilib olamiz. Ko'rdinglarmi? Mana to mana shu belgi qilgan joyimizgacha to'qiymiz. Shunaqa qilib qizlar. Mana diqqat bilan qarab to'qinglar qizlar. Mana ana endi 3tani bitta qilib oldik. Mana yana olamiz shunaqa. Mana bu oldi bo'ladi. Pinyetkamizni mana ko'rdinglar. Jiyaninglar bo'lsa, jiyaninglar uchun to'qib bersanglar, juda ham chiroyli, o'zinglar ham havas qilib xursand bo'lib yurasizlar. Mana bitta oldik. Bitta qildik. Yana bitta nakit bilan mana 3ta qilib oldik. 3tani har doim bitta qilib olamiz. Yana olamiz. Mana ikkitani bitta qildik. Ikkita bo'ldi. Yana olamiz nakit, stolbik, mana 3ta bo'ldi. Hisoblab to'qing. 3ta bo'lganda 3tani ikkita qilib olasizlar. Keyin bu yog'ini keyingi belgilagan markerimizgacha to'qiymiz qizlar. Mana qizlar, bu belgilangan joyimizdan to ikkinchi bu yoq tomonda belgilangan mana joyimizgacha oddiy stolbik nakit bilan to'qib olib keldik. Mana endi bo'lsa keyingi boshlagan joyimizgacha buni bo'lsa hozir yana ko'rsataman. Mana qaranglar, nakit olamiz, boyidagi uslubda to'qiymiz. Mana qaranglar, ilib oldim, ikkitani bitta qildim, ikkita bo'ldi, yana ilib oldim, yana teshikka olib boraman, ilib olaman ip o'tdan, uni ham ikkitani bitta qilaman. Mana 3ta hosil bo'ldi. 3tani bo'lsa bitta qilamiz. Yana boshladik boshqatdan. Mana 1 ilib oldim, ikkita qildim, yana nakit ilib oldim, yana teshikdan ipni ichkaridan ilib oldim, uni ham ikkitani bitta qildim, 3ta hosil bo'ldi. 3tani bo'lsa bitta qilib beramiz. Yana xuddi shu takroriy davomiylikda oxirigacha to ipimizni to'qigan joyimizdan boshlagan joyimizgacha shunaqa qilib olib boramiz qizlar. Mana qaranglar. Mana diqqat bilan qaranglar. Mana endi boshlagan joyimizga keldim, yetib keldi. Endi bularni birlashtiramiz. Sanaymiz mana 1 2 3, 3-qatordan boshi tepasidan nakitsiz shundoq bularni birlashtiramiz. Bilasizlarmi, nima hosil bo'lyapti qizlar? Mana ko'ryapsizlarmi? Mana aylana hosil bo'lyapti. Oldi tomon aylanasi bo'lyapti. Yana boshlaymiz. Ikkita zanjir olib nakit bilan stolbik qilib boshlaymiz. Yana shu afzalda to markergacha, ya'ni markergacha mana belgilagan joyimizgacha to'qiymiz. Mana qizlar boshladik. Ikkita. Mana 3ta hosil bo'ldi. 3tani bitta qilamiz. Xo'p. Mana yana boshqatdan mana ikkitani 3ta qilib olamiz. Mana qizlar ko'rdinglarmi? Mana tushunyapsizlarmi qizlar? Mana ikkitani bitta, mana qizlar. Mana 3ta bo'ldi. 3tani bo'lsa bitta qilamiz. Mana
o'zi boshida to'qiganinglardan keyin o'zi kelib chiqadi, hammasi ko'rinadi o'zi qizlar. Mana. Xullas, mana oxirgisi ekan bu. Mana birlashtiramiz. Ko'ryapsizlar, mana qayrilib chiqyapti. Qizlar, mana ko'ryapsizlarmi? Pinyetka o'zi qayrilib chiqyapti. Endi bu yog'ini to ikkinchi belgilagan joyimizgacha stolbikli nakit olib, stolbik qilib, mashtgacha to'qib kelamiz. Mana qizlar, to'qiymiz. Markerli joyga keldik, yetib. Mana belgilangan joyimiz deganim bu, qizlar. Marker degani yana tushunmay o'tirmanglar. Endi olamiz. Mana ikkita qilamiz. Yana shu afzalda ikkitani, yana bitta qilamiz, 3 ta hosil bo'ldi. 3 tani bo'lsa bitta qilamiz qizlar. Yana olamiz nakit, yana kirgizamiz. Mana ikkita qilib olamiz. Yana kirgizamiz bitta.